Olidan yangi narsa kelgan. Buni ko'pchilik ishlatishni bilmayapti. Hozir o'zimnikini sizlarga ochib ko'rsataman. Ko'rinishidan bunaqa bo'ladi qizlar. Va shu zo'r narsa. Qaranglar. Ochasizlar, ochganinglarda men o'zim ishlatib bo'lganman. Hozir mana bunisini ishlatyapman. Mana bunaqa ampula bo'ladi bu. Mana bunaqa ampula qizlar. Bu ampulani sindirasizlar. Mana yengisi qizlar, mana bu ampulani mana bundan sindirasizlar. Qopqog'i chiqadi. Qopqog'ini ustiga mana bunaqa mana kidirib qo'yganman. Kidirib qo'yasizlar. Keyin mana bu yog'ini olib tashlab, yuziga tomizib ishlatib turasizlar. Mana bunaqa tushadi. Hozir mana bu bitta kapsula mana shuncha qolgan. Bitta sizlarga anaqasini aytib ketay qizlar. Har bitta mana shu kapsulani, bitta ampulani 3 kun ichida ishlatib yuborish shart, chunki anaqasini kuchini yo'qotadi. Bitta mana shu ampulani 3 kun ichida ishlatib yuborish kerak. 2 mg dan bo'ladi har bitta ampula. Ampula buning ichida 7 ta bo'ladi. Xullas, har bittasi 2 mg dan bo'ladi. Buni ertalab ham, kechqurun ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Faqat ertalab ustidan yaxshi sashitli krem, quyoshdan saqlaydigan krem surasizlar. Bu o'zi tegi nima desanglar, bu vitamin C li, lekin tarkibida pantenoli ham bor bo'lgan serum ampula qizlar. Bu qaq ampula. Mana o'ziga mos qo'ygan tarkibida pantenol bo'lganligi uchun, pantenol B5 bo'lganligi uchun quruq yuzlilar bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Yuzinglarni quritmaydi. Ko'pchilik quruq yuzlilar vitamin C dan qo'rqishadi, yuzimni quritadi deb. To'g'ri, vitamin C yuzni quritadi, lekin mana bunday vitamin C bor, quritadi, lekin pantenoli ham bor buni qizlar. Shuning uchun yuzni quritmaydi. Men yuzi quruqlarga ham berib ko'rdim. Yuzi quritmadi. Bundan keyin buni tonerdan keyin serum o'rnida ishlatasizlar. Keyin ketidan ustidan xohlasanglar o'zini mana bu kremi bor. Dog'larga, aknelarga qarshi xohlasanglar o'zining yangi kremi chiqqan. Shuni qo'shib olinglar. Siz xohlasanglar mana bu toner qilib, buni ampula qilib, mana buni krem qilib olinglar. Muammoli yuzida o'g'riklari, dog'lari, dog'lari bor qizlarga zo'r tushadi shu naborimizni. Asosan mana bu dog'ga ishlaydi. O'sha yuzi quruq, lekin yuzida dog'i borlar ham o'sha olsanglar bo'ladi. Yuzida yog'li, lekin dog'i borlar ham olsanglar bo'ladi. Mana ko'zim yog'li, men o'zim ishlatyapman, ko'rdinglar. Lekin rosa zo'r narsa. Xo'p, bu o'ziga mos qilgan ekan, oqartiruvchi va koreyskiy mahsulot, Oli brendi, koreyskiy brend qizlar. Bundan keyin lekin ketidan krem ishlatishsanglar yaxshiroq bo'ladi, chunki ampulani krem bilan yopish kerak uxotdan keyin. Xullas, shunaqa qizlar, do'konimizda bor, xohlasanglar dastavka qildirsanglar bo'ladi. Telefon nomerlarini qoldiramiz opsiyasida. Xohlasanglar do'kondan kelib olib ketsanglar ham bo'ladi.